Assalomu alaykum, Rasmiy Jasur Buxara kanalining obunachilari. Men sizlarga bugun yangiliklarni aytib o'taman. Ya'ni avgust oyida qanaqa yangiliklar bo'lib o'tyapti. Jasur Buxarada yangiliklar. Birinchisidan bu avtomobillarimizga 5 yillik rassrochka o'chirildi. Ya'ni siz avtosalonga tashrif buyurib hech qanaqa foiz va penallarsiz minimal boshlang'ich 25% to'lab 5 yil mobaynida xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari imtiyozli avtokredit ham 20% oylik ish haqi bilan 25% hech qanaqa oylik ish haqisiz, ya'ni bitta pasport bilan chiqarib beramiz. Bu narsa 12 viloyatga ham amal qiladi. Yangiliklardan biri shu edi. Bizni kuzatishda davom eting. Men sizga X70 avtomobilini obzor qilib beraman. Ushbu avtomobilimiz Jutur X70 avtomobili, ya'ni bu yangi komplektatsiya FL komplektatsiyasi. Ushbu avtomobilimizda hozirgi damda chegirma bo'lyapti. Bundan oldin 300 million sotilgan avtomobilimiz hozirgi damda 270 million, 318 million sotilgan komplektatsiyasi 280 million. Ushbu avtomobilimizning motori 1.5 turbina motor. Avtomobilimizning motorlari nemeskiy va avtomobilimizga 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolat taqdim etiladi. Avtomobilimiz svetodiodli LED optikalar bilan jihozlangan 3D reshotka radiatori. Agarda sizga avtomobilimiz qiziq bo'lsa, to'liqroq bilmoqchi bo'lsangiz, agar avtosalonimizga tashrif buyurib test drive xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin. Keling, men sizga qisqacha avtomobilimizning ichini ko'rsatib o'taman. Ushbu avtomobilimiz 7 kishilik oilaviy crossover. Bu narsani hamma biladi. Avtomobilimiz ichi juda ham keng, ya'ni kerakli barcha funksiyalar bilan jihozlangan. Multi-rul, 360 gradus kamera, besprovодной заряд. Xullas, barcha tizimlar kiritilgan. Bar deysizmi? Avtomobilimiz дальний ближний o'zi qiladi. Полоса удержания, датчик самоуправления, samoторможение degan funksiyalar kiritilgan. Agarda sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, keling, avtomobilimizni o'zingiz sinab ko'ring, haydab ko'ring. Bu xizmatlar mavjud. Agarda o'zingizni haydab yurgan avtomobilingiz bo'lsa, agar bizga keltirsangiz, agar buni baholab sizga treyting asosida yangi avtomobilni taqdim etamiz.